Abdullah. Bize bugünkü videoda fan blok oynuyoruz. Dur rapper blok. Bu. Alo. Sen niçin lakap gidersin abi? Bu bak. Kapı gezmeydim bunda. Sigara yapla buldur. Vay. Vay. Nasıl falan? Hoş paralı. Allah çakın üç. Ne bu? Old Steve. Bırak geri. Oh, water drop karşımıza gelmesin. Sandığa geri ya. Hatta sandık geri burada. Ye, malum kalmadı. Düşük etti Stop, hayır olsun şunu da kıyamadım. Ot da kıyamadım. İki tane kıyamadım. Dur. Old Steve. O iş vereyim onu. O. Oyuncu mu? Dur nasıl düşük etmeden gereğse. Ye. Gold Steve düşüp gitti. Hoş. Bize yoxoz judayam kerak blok zarurligimiz tosh qo'lamiz shuni paytda. O'tdikva. Qovoq. Taxtdan nihoyat taxtadan rivojlanayotganman de. Yaxshi. Bedrock? Mana taxlandir son bor. İşte Luchi 2 1 Yenge kuchaylik shuni nimadir bo'ldimi? Zaten nimadir yasab olish kerak. Blokmi? Ye. Versak qaraydi. Yo. Olmam kerak. Versak bitta olamiz. Versak 360 qo'yardimmi? Bizga hozir tapur kirka bo'ldi. Mana ashla kerak hozir. Endi sindiramiz. Yaxshi, oddiy bloklar ko'proq kerak. O'zi toshdan rivojlanamiz mana. Oddiy taraf. Nima turibdi? Taraf tushirgan. Taxtani yomon tomoni yo'q. Xatoim kerak bo'lgan taxta bu safar. Tushib ketma. Tushayotmadi yaxshi. Ekib qo'yamiz buni. Stop, chiqdi bu bilan qo'yamiz. Loy. Ekib qo'yaveraylik. Yana shuni. Bu echkimi qo'yaymi? Qo'ydilar. Shu ko'proq. Faqat yerga yo'q. Har bitta qimirlashimni tushirib yuboradi. Yaxshi. Samani ustimdan izdevаться qilsam hozir. Ustimdan kulyapsanmi? Yo'q. Bo'lsa aytamiz. Sen juda ham ko'p ovqatni o'rnini bosasan, bilasanmi? Shuning uchun tushirmasam bo'ldi. Men sen bilan ishim yo'q, mana hozir tushib ketmading.
Bunları çoğuyla yüzüyordan. Mırlaşken sağlıyorum. Koyup başımız. Ay! Tıkla. Şunu şeyini evet. Yukarıda çoğu yerleri nedir? Aklımıza geç kaldım. Ne gereği var? Yaxşı koy. Yaxşı yürür. Uzlaştı. Yine sıkıntı yok. Yaxşı. Молодец. Bu uzunca korku kötü. Brahmalı desmeni. Brahmalı desmeni. Bakın. Evet. Brahmalı desmeni. Hemen şunlarda çok kötü. Tıkla. Yaxşı toştan roçlanamız. Чуть-чуть. İyi başka yok mu? O şurada da tahtişle alışımız gerekiyor. Yaxşı. O şurada da ki hava piçke mesajımız gerekiyor. O lan blok aşağı kıyım ekan. Shuning uchun bu yoqda turmagan. Nima aybdormas va? Tezroq o'sgin agar. Çok iyiydi. İyi, sağ olun. Ham daraxtlardan ayrilardik. Ay. Tamam. Yok çocuk yemeğimiz. Çocuk haram. Çocuk yemeğimiz. Day. Yo, nihoyat. Nima sana o'zim keladi bo'lagan. Nima bo'ldi hozir? Ma kreativda emasmidim ish qilib? Yo'q. Kreativda emasmi? Voy, nima buni sindirdim. Mana buni sindirishim kerak edi-ku. Tikvadan ham yo'l quraveramiz. Mana shundan tashlab yig'ilib ketdi уже. Qancha bo'lib ketibdi? Oho, 12 ta. Bu daraxtimiz bor ekan. Yaxshi, bu daraxtni ikkitaga ko'rib turadi. Bu daraxt uch tugida. Olmasi bor ekan. O'sha daraxtlarni ko'paytirishimiz kerak ham. 3 ta daraxt. Voy, pastga tushib ketdi. Bunday go'zal bolam. Qara. O'zi daraxt tushsa ham kerak emas. Ikkitani ekishimiz kerak, faqat qatga. Bo'ldi, bitta ekan-ku. Uy. Ha, yana bitta daraxt o'sdi. Men bunaqa yotib qoldi personajim desam. Tushunasizlarmi hozir nima bo'layotganini? Balki bu daraxtda ham olma bordir. Bu daraxt bor ekan, olma bo'lmasa ham. Agar Mamatga ekib qo'ysam nima bo'ladi? O'ta xato ish qilgan bo'laman. Oho, daraxt fermasi ekan-ku bu. Stop, men yurishimga yo'l qolmasa ekan, qizim. Tikvadan yo'l qurmay turamiz hozircha, tikvadan balki. Yaxshi, buni qo'yincha to'tamanga yoqdi. Buni olamiz. Xo'sh. Stop. Bola, qarasam video to'xtab qolibdimi, cho'ti? Video to'xtab qolibdi. Shuncha o'g'ilman bo'laman.
Ancha kuchaymadi. Stop, bitta cho'ta yorug'lik. Ay, daraxt bor-ku. Cho'ta o'sha. Просто. Ha, bu avtomat sepadan chiqdi. Avtomatik ismga turgan mushkul. Какой-то haqiqiy hayotdagi. Yes, indi boltam. U cho'p tushdi. Cho'p tushish foizi kam, lekin Minecraft daraxtdan. O'ta kam. Olma ham chiqish foizi juda kam. Jonga o'zi yovib ketadi sekin-sekin. Bizga nima kerak? Voy. Nima bo'ldi? Hozir yaxshi avtomatik kesilishlarni yo'qga tortdi. Timsepdan chiqib ketish lekin yo'qmayapti. Keling, bu daraxt. Uy, salqatdi. Давайте yo'lni o'qib tashlashamiz. Sardor, sen aldaysan. Odamlarni aldaysan. Odamlarni aldamang, Sardor. Men ismim Sardor emas. Nima salasini keltirasan? Nima salasini? Yaxshi kaktus emas ekan bu. Minecraft'dagi eng xavfli o'simlik bu kaktus. Hech qachon kaktus oldida olmos yoki oltin yoki kerakli rudalar qo'llangan maslahat. Agar tushsa ham undan asar olib ishoninglar. Какой-то o'rtoqlar bilan Minecraft ularni o'ynashinglar. Qo'lingizga qanaqadir olmosli narsa tushib ketsa yoki olmosinglar yoki zumrad oltin shunga o'xshash narsa tushib ketsa nima bo'lishini bilasizlarmi? Mana bilaman. Bolalar shuncha ko'rotdan videoni to'xtatib nima chiqib qolganini qaranglar. Yo buni umuman sindirgim ham kelmaydi. Yo video tugadi. Bu birinchi qism, ikkinchi qism ertaga chiqadi.